Assalomu alaykum qadrlilar, omonmisiz? Mehr ko'rsatuvi yana sizning xonadoningiz mehmoni. Biz bugun mana shunday chiroyli gullar ifori ostida, mana shunday chiroyli gullar atrofida bugun o'zlarini tabarruk 86 yoshlarni qarshilayotgan Hurmatli onajonimizni tabriklash uchun ijodiy guruhimiz bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bizning bugungi manzilimiz Devashtish nohiyasi Baxt qishlog'iga bo'ladi. Azizlarimiz, onajonlarimiz uchun, yaqinlarimiz, mehribonlarimiz uchun qanchalar qilsak, shunchalar oz. Bugun Dilafruzxon singlimiz ham voliday mehribonlari uchun guldastalar hamda shirinliklarni olib borib, ularni mehr muhabbatli dil izhorlarini uzoqdan Moskva shahridan yo'llashimizni so'raganlar. Azizlar, biz ana shunday ota-onalarga mehribon bo'lgan go'zal qizlarimizni hamisha mana shunday takliflarni inobatga olgan holda ijodiy guruhimiz bilan birgalikda ish olib boramiz. Onajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Mana azizlar, biz hurmatli onajonimizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Oldinda esa onajonimizni xursand qilish va ular uchun atalgan sovg'alarni berish qoldi. Siz ham mana shunday go'zal lahzalarni o'tkazib yubormang. Biz o'ylaymizki, bugun ijodiy guruhimiz bilan birgalikda albatta onajonimizni barcha farzandlari, nabiralar, abiralar nomidan ularni bugungi shodiyona kun bilan tabriklaymiz va xursand qilamiz azizlar. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Durustmisiz? Sog' salomat. Rahmat jonim. Qolganimizdan xursandmiz. Sog' omon bormisiz? Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Xudoga shukr. Mana sizni yana yo'qlab keldik bugun. Mehr ko'rsatuvdan, G'ulakandoz televideniyasidan. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Sog' bo'ling. Bugun siz bizni qahramonimizsiz. Bugun endi sizga bir qancha savollar bilan murojaat qilib, chiroyli dil izhorlarni, hammani she'riy tabriklarni qabul qilasiz. Onajon, sizni mana shu chiroyli xonadoningizga tashrif buyurdik. Bizni mana shu yerga kelishimizga kim sababchi deb o'ylaysiz? Bolalarım sababchi, o'g'illarim, qizlarim, nevaralarim hammasi 19 ta o'g'il, nevara bor, Xudoga shukr. Yashang. 40 ta evaracha, 21 ta nevara. O'g'illar, nevaralar, o'g'il bola bari. Bari Rossiyadan kechadan tosh vaqtgacha tabrik yotdi. Uni bo'lsin, ko'paysin, baxt saodatlarni bersin. Sizlar ham ular qatorida sog' omon bo'linglar, bolajonim. Yashang onajon, sog' bo'ling. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Siz kabi onajonlarni tabriklash bizga ham baxt. Shuning uchun mana uzoqlardan sizni yo'qlab keldik. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Albatta so'raganimni boisi mana shu 10 ta farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazib, bugungi kunda mana shu xonadonni to'rida ajoyib bir farishta bo'lib o'tirib, ularni duo qilib o'tiribsiz. Lekin baribir ham hamma farzandlar har xil bo'ladi deyshadi, onajon, mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Ana shu aynan sizni yo'qlab, onajonimni tabriklab, mehr muhabbatli sovg'alarimizni, dilizxorlarimizni ayting deb so'ragan yagona bir tashkilotchi qizingiz borlar. Kimlar shular? Ismlarini aytasiz endi. Dilafruz xonim. Yodingizga keldimi? 3 yil oldin ham siz bilan kelib diydorlashgan edik, xonadoningizga borgan edik. Bilaman. Ko'z tegmasin. Bugun ham xuddi ana shundagidek o'tiribsiz onajon. Bor bo'ling. Eng avvalo siz duolaringiz farzandlarni, nabira-abiralarni asraydi onajon. Keling, mana shu ilk uchrashuvda sizni chiroyli duolaringizni olib qo'yamiz. Ana shu farzandlaringizni, xususan Dilafruzxonga, sizni yo'qlagan, sizni yaxshi ko'rgan barcha nabiralar uchun. Bari nabiralarim ham, o'g'il qizlarim ham hammasi sog' salomat bo'lsin. Elda ardog'ida bo'lib yursin. Sizlar mana shunday nimalarga qatnashib sog' salomat yuringlar balam. Rahmat. Rahmat onajon. Bugun tabriklarni mana sizni yo'qlab kelgan jigarlar nomidan, qadrdonlar nomidan hammasini qabul qilasiz endi. Maylimi? Mayli. Mayli. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Yuzga kiring. Baxtimizga sog' bo'ling. Farishtamoq, siz yaxshimi qizim? Yaxshi. Sog' salomat yuribsizmi? Ha, yaxshi. Maktablarda baholar necha bo'lyapti endi? 10. 10 mi? Yashasin. Onajoningiz, otajoningiz nomlaridan sizga salom yo'llaymiz. Sizni yaxshi ko'rishlarini, shunaqa bir go'zal qizlari borligidan faxrlanishlarini aytib yuborishgan bizga. Keyin bugun mana katta onajoningizni ham tavallud topgan kunlar ekan-a? Qanaqa baxtli qizsiz. Bugun onajoningiz bilan bir kunda tavallud topgansiz. Ilohim baxtli qiz bo'ling. Mana onajoningizni yoshlardan o'tib ketish sizga nasib etsin. Hamisha ularning duolarini olib yurish nasib qilsin. Xo'p? Bugun biz onajoningiz bilan birgalikda sizga chiroyli shirinliklar do'kondan chiroyli tortlarni tayyorlab kelamiz. Bugun mana mehmon onajonlar bilan hammalar bilan birgalikda baham ko'ramiz, maylimi? Keyin mana onajonlar hammamiz danagidan mag'zi shirin deydilar. Nabiralarimiz uchun atalgan chiroyli bir she'rimni bugun Farishtaxonni ham tabriklaymiz, ham barcha nabiralar uchun qabul qilib qo'yasizlar. Uyingizni bozor qilgan, ko'p gapirib bezor qilgan, bir pas uxlashga zor qilgan nabiralar omon bo'lsin. Qizlarniki mehmon bir kun, o'g'ilniki birga kun tun. Shular bilan bag'ringiz butun, nabiralar omon bo'lsin. Qiznikini urisha olmaysiz, oldida gap ayta olmaysiz, tegma olma deya olmaysiz, nabiralar omon bo'lsin. Qizlar bo'lsin iboli, iffatli, sharmu hayoli, qoriya, ilmli, vafoli, nabiralar omon bo'lsin. Ilohim Farishtamoq ham katta qiz bo'lsinlar, baxtli qiz bo'lsinlar. Sovg'alarni hammamiz birgalikda topshiramiz endi. Marhamat. Mana qizalog'im. Tabriklaymiz. Hayotingiz shirin bo'lsin. Yashasin. Yashasin. Bugun onamizlarning 87 yoshlarini qarshilayapmiz. Shu kun munosabati bilan men ularni tabriklayman. Ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman.
Onam yuzga kirsinlar, buvam yuzga kirsinlar. Bizlar yuzga kirganda yonimizda yursinlar. Haqiqatan ham ona ulug', ona buyuk zot. Istagim doimo sog' salomat bo'lib, bolalarini huzur halovatlarini ko'rib, bizlarga esa kelgusida qiladigan ishlarimizga rahnamolik qilib yursinlar. Axir onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga 100dan o'tib yuring. Bolalaringiz Rossiyalarda, Angliyalarda, Fransiyalarda yuribdi, duo qilib, duo joyimizni qilib yuring. Sizni duoyingiz bizni doim qo'llab turadi. Katta bo'lsa, ukalarim, akalarim hammasi eson-omon yursin. Baxtimizga doim sog', omon bo'ling. Xudodan shuni so'rab qolaman. Avvalambor xonadonimizga xush kelibsizlar. Enajonim 86 ga kirdilar. Yoshlari qutlug' bo'lsin. Rossiyada yurgan o'g'il, qizlar, nevaralar nomidan ham yigitlik burchini aytayotgan o'g'lim Tohirjon nomidan, hammalar nomidan tabriklab qolaman. Baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Nevaralarni to'ylarda bosh bo'lib bizni yonimizda yursinlar. Tug'ilgan kunlarda ko'pini bahorlarni nimasini qarshi olib yursinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Mehmonlar xush kelibsizlar enajonim tug'ilgan kunlariga. Baxtimizga sog' bo'ling enajon. Rahmat. Doim duoda bo'lib bizni qo'llab qo'ltiqlab yuring. Opajonim ko'rmagan umrda sizga bersin Xudoyim. Baxtimizga sog' salomat bo'ling ena. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, shukrona kuningiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Hammamizga bosh bo'lib yuring. Hamisha sog' bo'ling. Sizlar omon bo'ling, sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling onajon. Avvalambor hammalaringiz xush kelibsizlar opam tug'ilgan kunlariga. Sizlar ham shu 86 yoshlarga kirib, o'g'il qizingiz orzavasini ko'rib yuringizlar. Opajon, Rossiyada yurganlar, ukalarimni, o'g'limni nomidan, hammamiz nomidan salom. Siz baxtimizga sog' omon bo'lib yuring. Opam o'rniga opam deganman. Hamisha bizni baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tani joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ukalarim, shu singillarim, hammasini nomidan tabriklayman. Yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Biz mana opcham bular meni. Ikkalamiz qolgan 10 tadan. Men Begotdan keldim, opchamni tug'ilgan kun tabriklayman deb. Opchajon, yuzga kiring. Sog' salomat. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Xudoyim bugun Salomat yuring opchajon, sog' salomat yuring. Rahmat sizlarga. Shunday. Yuzga kirsinlar opcham. Salom aytib qo'ying Rossiyadagilar ham, jiyanimga,
salom nima qilaman, yo'llayman. Eson bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Balalarini rohatini ko'rsin, davron sursin, dilapirxon. Esalomon yursin. Xush kelibsizlar. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin. Hammalaringni hamisha Allohi martabalaringni baland qilsin. Alloh taolo hamma narsani vaqti bor ekan, sifati bor ekan, quvvati bor ekan. Mehr muhabbatni ichida hisobiga yetib bo'lmaydigan onani mehri ekan. Osmondagi oila ham onani mehridan olingan ekan. Charaqlab turgan yulduzlar ham onani mehridan ekan. Asalda shirinligi ham onani mehridan ekan. Odamni badaniga yoqadigan bahorda mayin shabodalari ham onani mehridan ekan. Hamma narsani vasfini bitib bo'lar ekan, lekin onanikini ado bo'lmar ekan. Onani vasfiga teng hech qayerda mehr ham yo'q ekan, kuch ham yo'q ekan. Onalarimiz bizni katta qilib, qomatlari egilib, sochlari oqarib, qarib qolganlarda ham biz ularni yoshligidagida baquvvat bilib, ularni doimo xizmatiga tayyor bo'lishimiz kerak ekan. Alloh taolo eng yaxshi kalomi Bismillahirrahmanirrahim degan kalimani 700 yilda bitirgan ekan. Bu hoji onamni mehrlari, muhabbatlari daryoni suvidan ham oshiq ekan. Ham bu dunyoni ishini duosini aytadilar, ham bu dunyoni, ham farzandlar yetti pushga mehrlarni ulashib ham bulardagi mehr ado bo'lmaydigan mehr ekan. Bularni mehrida qangini hech qayoqda yo'q, men ko'rganim yo'q. Endi Alloh taolo shu xonadonga hammamiz shu hojoyamni hurmatlari bilan keldi. Ilohim shularga nasib bo'lgan izzatlar, hurmatlar hammamizga ham nasib bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Endi yana hoji onamning sifatlarini yana bitta aytaman. Alloh taolo hamma ne'matlarni ko'p ekan, hamma nasibador bo'lsin der ekan, lekin bilganlar nasiba bo'lar ekan, bilmaganlar. Hoji onamga kechasi ham, kunduzi ham, yoz ham, qish ham ularning nasibadorlari Allohimni ne'matidan, mehr muhabbatni elchab ado qilmaydigan mehr ekan. Buni qaranglarki, mana mehr merodan ham turib, sizlarni bizga yaqin qilibdi. Ilohim tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Doimo qadamlaring qutlug' bo'lsin. Qaysi xonadonga kirsalaring nur bilan, barakot bilan, istig'for bilan kirib boringlar. Qur'on qanday aziz bo'lgan, sizlar ham, biz ham, shu onam ham aziz bo'lib yuraylik. Rahmat. Jun yuzga kiring, biz vaqtimizga sog' bo'ling. Yana hamma nevaralaringiz, o'g'il nevaralaringizni nomidan men ham tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizga bosh bo'lib yuring hamisha. Rossiyadagi nevaralaringiz nomidan ham hammasini nomidan tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar ham. Onajon, charchab qolganingiz yo'qmi? Yo'q. Bir ikkita savollar bilan murojaat qilaman sizga. Mana hozir singilxoningizlar aytdilarki, biz ham oilada 10 ta farzand edik deb. Qaraysiz ham onangizlarga o'xshagan ekanda siz, 10 ta farzandli bo'lib, qanday baxtli ona bo'lgan ekan siz. Agar mumkin, nechta qiz, nechta o'g'il? 8 ta qiz bo'lgan, 2 ta o'g'il bo'lgan. Shulardan 40 ta, bittani 42 ta nevara. 27 ta nevara bo'lgan. 2 ta o'g'lim bilan 20 bitta deb qo'yaman. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin, hammasi borgan joyda o'ynab o'sib yursin. Shularga kecha kunduz Xudodan iltijo qilib tilak tilayman. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Zamonamiz tinch bo'lsin. El xalqi tinchlik, osoyishta bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin, bolalarga to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin, sog' salomat yursin. Mana nevaralarimiz
yaqinda uylarda qarindosh nevaralar to'y tomosha mo'l bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lib, el xalq osoyishta yashasin. Bizni tilagimiz, duomiz shu. Sizlar sog' omon bo'linglar. Ikkovlaring elda ardog'ida aynan shunaqa video nimalarni olib yuring. Mana kelgan ekansizlar, mana yana kelgan videoni olib qo'yibdi. Unda ko'rib mana qolmay, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana Xudo yetkazsa, shunday kunga yetkazsin. Yashang. Sizlarga ham shunday kunga yetkazsin. Yashang onajon. Lavrisxon juda ko'p ta'rif qildilar sizni. Mana hozir onaxonimlar tabrikladilar, aytdilar, hamma hislatlaringizni aytishdi. Demak, baribir ham yaxshi bo'lish yaxshi-da. Mana vaqtida mana shu 10 farzandni gohida kechqurun, gohida kunduzi tinim bilmasdan 7 ta qiz qozganman, 7 ta. qarang. O'zi aslida aytadilar, 3 qizni tarbiyalab voyaga yetkazsa, o'zi jannati bo'ladi deydilar. Endi-ku sizga ana shunday farzandlar, mana qizlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, hammalarni uyli joyli qilib, 2 kelin tushirib, bugun nabiralar ardog'idasiz. Onajonim gullarni yaxshi ko'radilar, ayniqsa rayhon ekishni deb aytdilar. Men ham hozir kamgina bo'lsa-da bog'imdan sizga gul olib kelganman, onajon. Hozir Xudo xolasa mehmonlar bilan Farishtaxon nabirajoningiz bilan birgalikda bir chiroyli joyga ekib qo'yasizlar, istalik qilib. Har bahorda ko'payadi gullar. Gullarga qaraganingizda Gulsara qizingizni ham eslab yurasiz, onajon. Sizni yoshingizga yetib yuraylik. Dilafruzxon nomlaridan sizni yaxshi ko'radigan barcha nabiralar, farzandlaringiz nomidan yana bir go'zal she'rni tabrik sifatida qabul qilasiz, onajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Shunday yaxshi kunlarda, shunday yaxshi nimalarni olib, odamlarni ardog'ida yuringlar. Yanagi shosh shukur o'ynab kulib, sog' salomat yurib, kelib mana shunday odamlarni nima qilibsiz, vaqtini choq qilgansiz. Rahmat sizlarga, ko'p yashanglar. Omon bo'ling. Mayli, so'rab. Ashta turib o'qiyaverasiz. Mayli. Mayli. Atirguldan qolishmaydi iforingiz. Yiroq ketsam tutaverar xumoringiz. Ko'ngli pokim, yo'qdir zarra g'uboringiz. Bahorlardan a'lo siza onajonim. Mehr degan quyoshingiz so'nmaydi hech. Bor bo'lsangiz menga g'amlar qo'nmaydi hech. Nigohlarim sizga boqib to'ymaydi hech. Bahorlardan a'lo siza onajonim. Birgina siz bu ko'nglimga qaragansiz. Qayda bo'lmay, tinmay holim so'ragansiz. Dil uyimni gullar bilan bezagansiz. Bahorlardan a'lo siza onajonim. Yurakkinam armonlarni tanimaydi. Bu dunyoda onasi bor qarimaydi. Uyimizdan rayhon hidi arimaydi. Bahorlardan a'lo siza onajonim. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat jon, sog' salomat bo'linglar, rahmat. Avvalambor xush kelibsizlar. Qo'y qadamlaringga rahmat. Martabalaring ulug' bo'lsin, xalqqa xizmat qilib charchamanglar jon. Hurmatli chechajonim Hurmatoy. Yuz bilan yuzlashing. 90 bilan to'qnashib sog' salomat bizni baxtimizga omon bo'ling. Tani jonginangiz sog' bo'lsin. Hamisha Xudoyo martabangiz ulug' bo'lsin. Sog' salomatgina yurib hammamizga duoga yuring. Tog'ajonimning ruhlari shod bo'lsin. Mana shunday sizni tabriklagani kelganlardan, menday qaynisinglingiz borligidan faxrlanamiz. Hammamiz sizning nimangizdan, hurmatingizdan. Omon bo'ling, bor bo'ling, sog' bo'ling. Xalqqa duoga bo'ling. Sog' bo'ling, checha podsho. Sog' salomat. Omon bo'ling, boshingiz omon bo'lsin. Sizni yoshingizga kirishlarda hammamizga nasib etsin bo'larimizga. Assalomu alaykum onajon. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr, sog' salomat bo'lib yuring. Faqat bizni farzandlaringizni duo qilib yuring. Kamchiliklarni ko'rmang. Xudo xolasa to'ylar qilsak boshida bosh ko'p yuring. Siz meni hamma narsa eng aziz odamim siz onajon. Faqat baxtimga sog' salomat bo'lib yuring. Salom bilan qizingiz Sabohat. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling, uzoq umr ko'ring. Hammamizni baxtimizga sog' salomat yuring. Dunyoning bag'riga o'zimni otib, turfa yaloqlarini tamlarini tortib, nafsimga ergashib, yuragim qotib, sizni sog'intirib qo'yibman ona.
salomlar yo'lladim olis joylardan, yiroqlar ketolmas yuzi oylardan, ortda qolmaydi o'sha bo'ylardan, sizni sog'intirib qo'yibman ona. Mungli ko'zingizdan oqizib nola, menga bildirmasdan chekibsiz nola. Kechiring men nodon, esi yo'q bola, sizni sog'intirib qo'yibman ona. Ne davralarga qilganman tashrif, qadamlar ko'rgan mashhur mag'rub, men shu safolar ishqiga chalg'ib, sizni sog'intirib qo'yibman ona. Bag'rim bormadim bahona, bandman ish bilan, shunchalar yaqinmi ko'nglim qish bilan, qalbimga yaralab hasrat nish bilan, sizni sog'intirib qo'yibman ona. Adosi yo'q ekan dunyo g'amini, to'ldirib bo'lmaydi hayot kamini, keldim artib qo'ying ko'zim namini, sizni sog'intirib qo'yibman ona. O'ylab oxir o'yimga yetsam, umrim arzimaydi sizga baxsh etsam, endi hech kechirmang meni yana ketsam, sizni sog'intirib qo'yibman ona. Assalomu alaykum onajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Yuzlar bilan yuzlashib yuring, kasal bo'lmang. Siz sog' salomat yursangiz, biz farzandlaringiz shuncha xursand yuramiz opajonim. Tani joningiz sog' bo'lsin. Sizga qancha ta'rif qilsam ozliq qiladi. Mehribonim, go'zalim, gul rayhonim, farishtam, jannatim onajonim. Doim omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon, duo qilsa onajonim, shamol qarshi esolmaydi. Dunyodagi hech bir ayol onamga teng kelolmaydi. Onajonim, boringizga shukr onajonim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana azizlar, biz bugungi mehr ko'rsatuvini mana shu yonimda o'tirgan mehr muhabbatli farishta misol onajonimizni xonadonlaridan olib bordik. Bugun haqiqatda xursand bo'lib duolarni oldik. Dilafruzjon, siz ham bugun katta bir savoblarni olishga muyassar bo'ldingiz. Bir paytlar ana shu sizlarning beshiklaringiz boshida alla aytib, tunlarni bedor o'tkazgan onajoningizlar bugun sizlar uchun hamisha yana duodalar. Shuning uchun aytadilar-da, onasi borlar eng boy insonlar deb. Bugun onajonimizni barcha farzandlari, nabiralari ulardan bugun duolar olayotgan ekan, ular haqiqatda dunyodagi eng boy insonlar hisoblanishadi. Azizlarim, bir-biringizdan mehr muhabbatingizni ayamang va yonimdagi farishta misol onajonlaringizdan hamisha duo olishda davom eting. Shuning uchun shoir aytadilar: do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga. Qo'lin dadil uzatsin nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor, tilla to'la koshonasi bor, Makkatulloh ostonasi bor, hayot bo'lsa kimning onasi. Osmon kulsa oyi o'shadir, kamon uchsa yoyi o'shadir, ey odamlarning boyi o'shadir, hayot bo'lsa kimning onasi. Mana shunday mehr muhabbatli lahzalarda uchrashguncha omon bo'ling azizlar. Sog' bo'ling onajon. Rahmat.